أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. alloh taoloning iltifoti bilan sura baqaraning eng oxirgi sahifasiga keldik. 283 oyat keldik. Oldingi oyatida shu qarzga aloqador ahkomlar so'zlangan. Va 283 oyatda shu qarz ahkomlarining davomi endi. Alloh taolo shunday deydi: Estaizu billah va in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Yani فإن كنتم على سفر eğer sizler sefer üstüde bulup xat yazalaydigan odamni topolmasanlar, bu chaqda qarz hujjati yezib berishning o'rniga go'ri qo'ydigan narsani topshirsanlar bo'ladi. Aranglarda biringlarga ishinib omonat qo'ysa, u chaqda omonatni olg'uchi odam omonatni topshirsin. Ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishinib, uningdan bir narsani ko'rib olmasa, qarzdor qarzni deyishgan vaqtida qaytursin. Qarzdor omonatga rioya qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdikan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguchidir. Yani ala seferin degan musafirine. Eğer size sefer üstüde bulup özüra işte qarz elip qarz muamelesi qilishib qolsanglar, bu ahvolda bir shu qarzning hujjatini yezib beradigan odam topolmay qolsanglar, katibni farihanun faruhunun farihan deb ikki xil o'qildi ekan. O chaqda go'ro qo'ysanglar bo'ladi. Faruhunun yine joiz bo'ldi, bir go'roni qo'ysanglar demoqchida endi. Maqbuda, ya'ni qo'lga topshirib og'ili bo'ldigan bunda bir narsani ko'rib qo'ysanglar bo'ldi. Tastawfiquna biha. Oshning bilan sizlar o'zaro hujjat tizsizlar deydi. Va bayyanat as-sunnah. Sunnatda, ya'ni hadislarda shu bayon qilinganki, ma oyatda ham safar ustida bo'lib, mana yezib turgan odam topolmay qolsanglar, bir narsa ko'rib qo'ysanglar bo'ldi degan ahvol bayon qilindi. Unda bo'lsa safar oltida emas, muqim holatda bo'lsa-chu degan bir savol chiqdi. Buning qarta hadisda muqim holatda bo'lsa-mu va yezib turgan odam ba holatda bo'lsa-mu ko'rib qo'yishningki joiz ekanligini bayon qilib bergan deydi. Fattaqidu bima zukira. Endi zikr qilingan narsa bilan yuqorida zikr qilingan narsa bilan qayd qilish. Chunki uning bilan uningga ishonch qilish nihoyatda ching bo'ladi deydi. Bir narsani masalan ko'rib qo'yib mudoq qilsa, shuningga ko'rib qo'yish bilan bir narsani hujjatlashtirsa, buningda ahvol texmo ching bo'ladi demak şimdi. Bir-biriga ishonch qilgan. Maqbudatun degan so'zi shuni ifodaladiki, go'roni topshirib olish shartdir. Va yana go'ro qo'yg'ichidan yoki uning vakilidan topshirib olsa kifoya qilganligini bildirdi bu deydi. Maqbuda bo'lgan ekan, cho'qim uni qo'ldan qo'lga topshirib olish kerak. Yoki yana kelib buni go'ro qo'yg'ichidan yoki go'ro qo'yg'ichning vakilidan topshirib olsa yetarli bo'ladi demoqchi. Fa in amina ba'dukum ba'da. Agar ba'zinglar ishonsa, yine qarz berguchi qarz olg'uchiga, qarz olg'uchi qarz berguchining haqqiga qarz bergan odam qarz olg'uchiga qarata o'zining haqqiga ishonch qila olsa, u chog'da go'ro qo'ymagan bo'lsa, qarz bergan odam bir narsa go'ro qo'ymagan bo'lsa, u chog'da ado qilsin allazi tumina. Ya'ni omon ishinilgan odam, ya'ni qarz berguchi qarz olg'uchiga ishongan bo'lgandan keyin shunga bir tumina deb keltiryapti deb bu yerda. İşenç qilingan odam, ya'ni qarzdor omonatni, ya'ni qarzni
vaqtida ado qilsin. Qarz olg'uchi san ishinib, yo bir narsa yozdirvormidi yoki go'ri qo'ydimidi anavi ekan sanmi onun ishonchisini yerda qo'ymay vaqtida ado qil demoqchi bu yerda. Vel yettaqillaha robbah. Hamda bu qarzdor qarzni ado qilishda Parvardigordan qo'rqsin. Mushlarning hammasida Allohdan qo'rqish kerak demoqchi. Vala taktumu shahada. Buni da guvohchilikqa talab qilingan odam guvohlikni yushirmanglar, yushirmasin. Yani, guvohlikni yushirmanglar. Agar guvohlikni turg'izishga chaqirilib qolsanglar deydi. Va may yaktumha kimiki shu guvohlikni yushirdi ekan, uning qalbi gunohkor bo'ladi. Endi u gunohkor bo'lgan yoki shu qalb bilan xos qilib keltirishdagi maqsad nima desa, chunki bu qalb degan shu guvohlikning o'rnidir. Agar qalb gunohkor bo'lsa, boshqa yerlar uningga tobe bo'lib ergishadigan gap. Shuning bilan jazolandi, shuni qarta gunohkorlar jazolanganda shuni jazolandi deydi. Vallohu bima ta'maluna alim. Alloh taolo sizlar qilayotgan ishning hammani bilib turguchidir. Allohga shu sizlar qilayotgan ishdan hech qanday narsa maxfiy qolmaydi. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Ham yuqorqi oyatni 283 oyat vallohu bima ta'maluna alim deb oyoqlashgan. Yani Alloh taolo sizlar qilayotgan ishning hammasini bilib turguchidir deb oyoqlashdi. Ma keyingi oyat ammo oyishning bilan aloqasi bor bu yerda. Yani Alloh taolo uchundir osmonlardagi narsalar va zamindagi narsalar. Agar oshkor qilsanglar, tuzhiru. Yani oshkor qilsanglar qalbinglardagi narsani, yomonlikni yoki yomonlikqa bel bog'laganlikni, mushta ishlarni oshkor qilsanglar, oshkor qilinglar yoki uni maxfiy qilinglar. Tuxfuhu. Yani yoki uni maxfiy qilinglar, Alloh uningdan hisob oladi. Sizlardan hisob oladi. Yuxbirukum. Yani hisob oladi degan sizlarga xabar beradi. O'sha ish qarta Alloh taolo qiyomat kunisi. Yani yuqorqi oyat Alloh hamma narsani bilib turguchidir deb oyoqlashgan. Alloh taolo shu hamma narsani bilib turgan bo'lgan ekan, sizlar nimani bir narsani mayli maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, ko'nglinglardagini oshkorlanglar yoki oshkorlamanglar. Alloh taolo uni hammasini bilib turguchidir. Qiyomat kuni shuni qarta sizlardan hisob oladi demoqchi. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Allah xohlagan odamni mag'firat qildi, xohlagan odamni azoblaydi deydi. Mag'firat qilishni xohlagan odamni mag'firat qiladi. Liman yasha'u al-maghfirata lahu. Yine gunohini mag'firat qilishni xohlagan odam uchun uning gunohini mag'firat qiladi. Yine azoblashni xohlagan odam uchun uni azoblaydi. Fayaghfir fayaghfiru. Bu ikki fe'l jazmlik bilan o'qildi va rafilik bilan o'qildi debdi. Fayaghfir fayaghfiru. Fayaghfir va yu'azzib deb jazmlik sokila qolat o'qilgan chog'da u yuqorqi oyatdagi yuqorqi kalimadagi va in tubdudagi inning javobiga atpidaydi. Inning javobi nima desa yuhasibkum de. Ya'ni ash yuhasibkumga at bo'lib shunga ma fayaghfir va yu'azzib deb o'qilgan demakchi. Endi rapilik o'qilsa uning omili nima desa fahuva degan so'z ashada taqdiran bor demakchi. Fahuva yaghfiru liman yasha'u. U Alloh mag'firat qiladi. Uning fahuvaninki xabar bo'ldi demakchi o'sha chog'da. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo har narsaga qodirdir. Alloh taolaning shu har narsaga qodir ekanligining jumlasidan sizlardan hisob elishi va sizlarni jazolashi. Sizlarning shu qilmishinglarga qarata jazo yoki mukofot berishidir deydi. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Sura Baqara'niki eng oxirgi ikki oyatimni. İman etti payg'ambar Muhammad alayhissalom yani. Uningga nozil qilingan narsaga, Parvardigordan nozil qilingan narsaga iymon etdi
yine Kur'an'a iman etti demek. Vel mu'minun. Ve müminlerim iman etti. Vel mu'minun er Resuluğa etbudur deydi. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. Ularning hammasi iman etdi Allohga, Allohning farishlariga va Allohning kitoblariga va Allohning payg'ambarlariga. Ular shuna deydiki, la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Biz payg'ambarlarning hech birisini orasini ayirib o'tmaymiz. Ya'ni ba'ziga iymon etib, ba'ziga kufrlik qilgan ishni qilmaymiz. Xuddi Yahudi va Nasaralar qilganga o'xshash. Va qalu ular yana deydiki, sami'na va ata'na. Biz angladik. Ya'ni bizga buyurgan narsani qabul qilish tariqasida angladik. Mana bir yuzaki anglab qo'yishlar emas, balki qalbimizdan qabul qilgan darajada mana angladik. Deb shundoq deydi, va ata'na va itoat qildik deydi. Shunga so'raymiz, ey Alloh, bizni mag'firat qilishingni. G'ufranika robbana va ilaykal masir. Ey Rabbimiz, bizni mag'firat qilgin, oxiri qaytadigan joy sening dargohingdir deb ashtaq deydi. Kullundaki tenvin, kullun deb tenvin o'qilishi muzafin ilayhidan evazdir deydi. Aslida kulluhum er-rasul vel mu'minun. Payg'ambarmi va mu'minlarmi iymon etdi degan bo'lgan ekan, oshlarning hammasi demoqchi bu yerda. Kulluhum demoqchi. Bu yerda kullun deb tenvin bilan keltirishi ash muzaf ilayhidan evaz qilib ashlar tenvin o'qilgan demoqchi bu yerda. Kutubihi degan jam'i kutubihi kitabihi. Yani jam'i bilan va mufrat bilan munda o'qildi ekan. Endi nes'aluka deb ya tafsirdan da keltirib qo'yishi mo'minlar va har qanday vaqtda biz duo qilgan chog'da Allohninki ismi sifatlarini vasila qilib turib yoki bir yaxshi amalimizni vasila qilib turib duo qilsak bu joiz bo'lgan ish ham duo qilish duoning ijobat bo'lishiga eng yaqin deydi. Shu ey Alloh biz seninki payg'ambarlaringga imo etdik, san imo etdik. Mush iymonninki 6 shartini hammasi bayon qilindi hozir men. Allohga iymon etish, farishtalarga iymon etish, kitoblarga iymon etish, payg'ambarlarga iymon etish va oxirat kuniga iymon etishmi tilga ilindi. Demak, mushuning hammasiga iymon etdik, biz mushu yaxshi amalni qildik demoqchi bu yerda. Shu mushu yaxshi amalni qilgan bo'lgandan keyin va biz sening so'zingni angladik va itoat qildik. Biz mushu yaxshi amalimizni vasila qilamizki, Alloh shunga bizning gunohimizni mag'firat qilgin degan ma'no chiqadi. Bir yaxshi amalni, amali solihni vasila qilib turib duo qilish bu duoning ijobat bo'lishiga eng yaqin deydi. Undan boshqa biz har qanday bir qiyinchilik chiqqan odamni qiyinchiligini hal qilib berib yoki bak ochig'imiz kelib ketgancha ochig'imizni besib olib unday qilsak shumi bir yaxshi amalimiz endi. Ey Alloh, shu yaxshi amalni sening roziligingni ko'zlab qilgandim, mening duoyim ijobat qilgaysan, meni mag'firat qilgaysan, menga rahim qilgaysan deb osh yaxshi amalimizni vasila qilib turib duo qilsak duoyimiz tez ijobat bo'ldi ekan Allohning izni bilan. Xo'sh, endi keyingi oyatda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Bu oyat nozil bo'lgan chaqda, ilgariki oyat nozil bo'lgan chaqda mu'minlar vasvasidan shikoyat qilgan edi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning hamma ishinglarni hisob oladi, mayli oshkor qilinglar, maxfiy qilinglar degan bo'lgan ekan. Mu'minlar unda ba'zi bizga qalbimizga vasvas kelib qoladi. Mushundan hisob qilinadigan deb shuni aytgan vaqtda va ularga shu qiyomat kuniga hisob kitob elish mushaqqat kelganligini aytgan chog'da tövəndəki bu oyat nazil bo'lgan edi. Yani Alloh taolo bir nafsini taklif qilmaydi, faqatla uning kuch yetilgan ishqa. Yani ma tasauhu qudratuha. Uning qudrati sig'diradigan narsaga. Yani qudrati yetilgan narsaga taklif qiladi. Laha ma kasabat va alayha maktasabat. Uning uchundir uning qilgan ishi, qilgan yaxshiligi. Yani yaxshilikning savobi shu o'zi uchun yomonlik qilib qolsang, yomonlikning gunohim o'ziga bo'ladi. Kishining qilgan yaxshiligining savobi o'zigadir. Yomonligining jazosimi o'zigadir. Ular Parvardigorimiz agar biz unutsak yoki xatolasak, ya'ni biz unutish yoki savallik sababidan amrini to'liq o'rinlay olmasak, bizni jazoga tortmag'in.
Parvardigorimiz bizdan ilgirkilarga yukligininga o'xshash bizga og'ir yuk yuklamagan. Ya'ni bizni qiyin ishlarga taklif qilmagin. Parvardigorimiz kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin. Bizni kechirgin. Bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan. Kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin deydi. Yani ve aleyha mektesebat. Yani vizruhu. Gunahi kişininki kılgan gunahi mi üzgü buludu demek. Cezalanmaydı o yine. Sonra tartılmaydı bir kişi başka bir kişinin gunahi bilen. Ve la bima lem yeksibhu mimma vesveset bihi nefsuhu. Ve nefsi vesves kılıp e, bir narsani vesves qilgan bo'lsa, ani qil, mani qil, a yema ishni qil, ma yema ishni qil deb vesves qilgan bo'lsa, lekin uni amaliyotda qo'li bilan bevos qilmagan bo'lsa shu ishni. Ashni qartami Alloh uni jazolamaydi demoqchi ekan. Qulu endi Rabbana la tuakhidna degan so'zningki oldida qulu degan so'z ashada taqdiran bor demoqchi. Aytinglar. Yani Alloh taolo bizni o'rgatyapti. Parvardigorimiz bizni jazolamagin. Bizni tutmagin jazolash bilan. Agar unutib qolsak yoki xatolashib qolsak. Yani xatolashib qasddanlikdan emas, bir ishni qilgan chig'imizda qasddanlikdan emas, to'g'riliqni to'g'ri qilishni tark etib qolgan bo'lsak, unutib qilib to'g'ri qilolmay qolgan bo'lsak, bizni jazolamagin. Xuddi ilgirkilarni, bizning ilgirkilarni jazolaganga o'xshash bunda qilmagin. Alloh taolo mushunda qilishni bu Muhammad alayhisolamning ummatidan ko'tarib o'tgan deydi. Yani qasddanlikdan qilmay, xatolashib qilib qolgan ishlarga qarata, unutib qilib qilgan xatoliklarga qarata jazolamaydigan mushta qilgan demoqchi Muhammad alayhisolam ummatini. Xudo hadis kelgan o'xshash. Mo'minlarniki mushta so'rishi u mo'minlarning Allohning ne'matini e'tirof qilganidir deydi. Rabbana va la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Parvardigorimiz bizga og'ir yukni ortib qo'ymagin. Ya'ni ko'tirish og'ir kelgan bir narsani bizga otmagin. Ya'ni biz qilolmaydigan taklifga bizni taklif qilmagan demoqchi-da. Xuddi bizning ilgirkilarga yukligininga o'xshash. Ya'ni Bani Isroilga. Umun Bani Isroil qavmi tövbe qilib qolsa, bir gunoh qilib tövbe qilmoqchi bo'lsa, o'zini o'ltirish kerak edi va zakot bergan chaqda melning 4dan birini chiqarish kerak edi va kiyimiga nijosat yuqib qolsa, shu nijosatning o'rnini kesib o'tish kerak edi. İlgili qavmlarga, ya'ni Bani Isroil qavmiga mushtaq qilganga o'xshash bizga og'ir yukni yuklamagan deydi. Alloh taolo bizlarga, ya'ni Muhammad alayhisolamning ummatiga yengillashtirib berganligi uchun biz bir og'ir xatolik o'tkazib qolsakmi, shuning qarta chin qalbimizni tövbe qilsak, Alloh tövbemizni qabul qiladi. Zakat bergan chaqda molninki 40ning birini chiqarishimiz kerak endi. Ashla belgilab berdi. Agar kiyimimizga nijosat yuqib qolsa, badanimizga, kiyimimizga nijosat yuqib qolsa, shu nijosat yuqqan o'rni yuvasaklama bo'ladi. Mushta yengiltib bergan. Rabbana va la tuhammilna ma la taqata lana bih. Parvardigorimiz bizni jazolamagin, ya'ni bizga yuklamagan bir narsaniki yo'q toqat biz uchun uningga. Ya'ni biz toqat qilolmaydigan narsani bizga yuklamagin. Takliflarga va musibatlar, sinoqlarga. Va'fu anna. Bizning gunohimizni afv qilgin. Umhu. Ya'ni o'chirib o'tgin. Vag'fir lana. Bizni mag'firat qilgin. Varhamna. Bizga rahim qilgin. Ya'ni afv qilish, mag'firat qilish, rahim qilish. Bu uch ishniki ayrimay farqi bor endi. Varhamna degan rahm mag'firatga qarata ziyoda keladi debdi. Mag'firat degan gunohini mag'firat qilib o'tish bildirdi endi, bildirdi ekan. Mag'firat qilib olsa, lekin uni ozroq izi qilib qolgan bir ahvolni bildirdi ekanda. Lekin afv qilib o'tish uning izini qolmaydigan darajada ilgari faqat gunoh qilib boqmagan. Bizniki daftarimizning oppoq holatda ashla bo'lishini ko'rsatdi ekan endi. Butunlay izni o'chirib o'tishini ko'rsatdi ekan. Rahim qilish bo'lsa, mag'firatdan ziyoda. Ya'ni bizga mag'firat qilib bo'lgandan keyin yana uning ustiga bizga rahim qilgin degan bo'ldi. Allohning rahmatiga o'chirsa, Allohning rahmatiga noil bo'lgan mu'min uning dunyo oxiratga yaxshi bo'lib ketadi. Anta maulana.
Sen bizning Mevlayimizdirsen, bizningki igimizdirsen, bizning Seyyidimizdirsen, bizning ishlarimizga ega bo'lg'uchidirsan. Unda olgandan keyin fansurna alal qavmil kafirin. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin. Endi oxiridagi mushadima anta Mevlana deb Alloh taoloninki e, bir ish afollarini vasila qilib duo qilish bu odamni. Sen bizning igizimizdirsan degandan keyin Alloh taoloninki Mevla e, bizni mutavalli sayyid ekanligini vasila qilib turib zolim kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin deb duo qilyapmiz bu yerda. Yine fansurna alal qavmil kafirin degan bi iqomatil hujjati val g'alabati fi qitalihim. Hujjatni turg'izish bilan va ular bilan urush qilgan chog'da g'olib kelish bilan bizga yordam bergin degan bo'ldi. Fa inna min sha'nil mavla an yansura mawaliyahu alal a'da. Mevla'nın şanıdan şudur ki u özünün e, igidorchiligidagi kishilarga yordam berdi dushmanlarga qarshi. Hadisda shunday kelgan. Bu oyat nozil bo'lgan chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu oyatni e, o'qidi va deyildi uning uchun e, har bir kalimaning orqasida qad fa'altu deb shunday deyilgan edi. Men buni qildim deb shunday deyilgan edi. Bu Sura Baqaradagi Amanar Rasulu degan eng oxirgi ikki oyatning fazilati nihoyat cho'ng hamda. Mushu hadisda shunday kelgan sahih hadisda kimiki Sura Baqaraning oxirgi ikki oyatini oqshomuz o'qib yotsa, u kishiga kecha kifoya qiladi bu sura. Yomonliklarning yetmasligiga, yana nurg'un ishlarga, yaxshiliklarning yetishiga kifoya qiladi degandek ma'nolar borda buning. Allohning iltifoti bilan Sura Baqara tamom bo'lgan bo'ldi. Bu Sura Baqara nihoyatda ulug' sura hamdi. Bu Sura Baqarada birisi Oyatul Kursi va Sura Baqaraning oxirgi ikki oyat bor. Bularningki fazilati nihoyatda cho'ng katta oyatlar hamdi. Undan boshqa Sura Baqaraning o'zi, bu suraning o'zi butun hammasi bir uyda davomli o'qilib tursa, shu uyga shayton kirolmaydi degan mazmunda hadis bor. Alloh taolo hammalarga minbatga ilm ato qilsin. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilsin, bizga rahim qilsin. Alloh taolo bizni afv qilib olsin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka va atubu ilayk.